Hurmatli do'stlar, Dehqon bozori yonidan 8 qavatli binoni 6 qavatida liftimiz ishlab turibdi. Do'stlar, liftimizni ko'rsatib ham beraman. Liftimiz ishlab turibdi. Bir xonali kvartira jihozlari bilan ekan. Shu joyimiz sizlarga tanishtirib beramiz. Ko'rib turganingizdek, liftimiz pastga tushib ketdi. Ava. Bu yanimizda shuda do'rimizda bir xonali kvartiramiz, eshiklarimizni ko'rib turganingizdek, demir eshiklardan Dehqon bozorimizda hamma biladi bo'laman. Jihozlari bilan ajoyib yerda joylashgan, mesto polojeniyasi boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanimizda sanvizolimiz, hojatxonamiz, kir mashinani ishlami hamma. Xozayistvini nima kerak bo'lsa hamma narsasi turibdi shu yerda. Yurtdoshlar. Xozayistvini nima kerak bo'lsa ko'rib turganingizdek hamma narsa turibdi. Kuxonning mebellari ishlami, gaz plitami, kerak bo'lsa portret, set, nima desangizlar ham boyiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek. Dehqon bozorimizni bilasizlar, hamma biladi deb o'yladik. Shunda bir ko'rsatib beramiz. Dehqon bozorimiz gavjum odamlar, bu yerimizda giper, hamma yerda qulayda joylashgan. 9 yoshgani, 9 etashga, 8 etashga domimizning 6-qavatida. Tak, bu yerimizga kelaversak, girgandan bu yerimizda bular ham kushich, kokkodon prixoshkamiz ham hamma narsamiz bor. Bu yerimiz bir xonasi, konditsionerimiz deysizlarmi? Televizor deysizlarmi, perdalar hamma narsa turibdi. To'g'ri kirib yashasangizlar bo'ldi bu yerda. Do'stlar, kiyim kechagizda kelasizlar faqat. Narx ekranda yozib turadi. Srochniy sotuvda do'stlaringiz bo'lsa tarqatinglar. Dehqon bozoridan qidirib yurgan do'stlaringiz bo'lsa tarqatinglar, srochniy tarqatinglar. Like, podpisatsiyadan chiqmasin. Like, podpisatsiya iltimos qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yangi ko'chmas mulklarda ko'rishguncha. Bizlarni podpis qilib tursanizlar, ishning arzon joylarini ko'p chiqarib berib turamiz.